Oila inson hayotidagi eng muqaddas va ishonchli maskan. U yerda sevgi, hurmat, sadoqat va mehr-muhabbat tuyg'ulari avloddan avlodga yetkaziladi. Oilaviy qadriyatlar va an'analarni asrab-avaylash nafaqat oila mustahkamligini ta'minlaydi, balki jamiyatning ma'naviy muhitini barqarorlashtirishga ham xizmat qiladi. Oila a'zolari bir-birini tushunish, qo'llab-quvvatlash va mehr bilan bog'lash orqali hayotning barcha sinovlaridan muvaffaqiyatli o'tadi. Har bir mehr-muhabbat bilan saqlangan oilaviy qadriyat bizning kelajagimizni nur bilan to'ldiradi, inson qalbini boyitadi hamda avlodlarni yaxshi fazilatlar ruhida tarbiyalaydi. Shuning uchun oilaviy qadriyatlarni asrash va rivojlantirish har birimizning vazifamizdir. Chunki oila qalblarni bog'laydigan, mehr-muhabbat ulashadigan va hayotimizni mazmunli etadigan maskandir.